Tarixdagi 3 eng vahshiy tashkilot yoki insonlar. Kuchli uchtalikka Katolik cherkovini kirgizsak bo'ladi. Katolik cherkovi o'sha paytda insonlarni aqliga sig'maydigan darajada jazoladi va insonlarni juda ko'plab insonlarni ular o'ldirdi. Ular ichida olimlar, ko'plab shoirlar o'zlarini e'tiqodiga, ya'ni ularning ta'limotiga qarshi chiqqanlarni barchasini dushman deb bildi Katolik cherkovi va barchasini ular o'ldirdi. Ikkinchi o'ringa Chingizxonni qo'ysak bo'ladi. Chingizxon taxtga kelib davlatni birlashtirishni boshlagandan keyin insonni aqliga sig'maydigan qiynoqlar bilan insonlarni jazoladi. U egallab olgan joylardan faqatgina yongan yerlar va o'lgan jasadlar qolardi. U hech kimni ayamagandi. Hattoki yosh bolalarni, ayollarni ham insonni aqliga sig'maydigan darajada u o'ldirdi. Birinchi o'rinda albatta Adolf Hitler. Adolf Hitler 6 million yahudiyni qirdi. Bundan tashqari u insonlarning ustida juda qattiq amaliyotlar o'tkazdi. U insonlarni o'ldirdi va ularni suyaklaridagi o'sha suyuqliklar olib turib har xil parfyumeriya ishlarni amalga oshirdi. Bundan tashqari yosh bolalarning terlarini shirib olib, ayollar uchun niqob yoki insonlar terisini shilib, insonlar uchun har xil o'sha qo'lqoplar yoki kamarlar yasattirdi. Dunyodagi eng menimcha vahshiy hukmdorlardan biri bu Adolf Hitler bo'lsa kerak. Bu hammasi meni shaxsiy fikrim. Sizning fikringizcha tarixdagi eng vahshiy 3 ta hukmdor kim? Kommentariyada yozib qoldiring.